Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz sizlar bilan videoda tabiatning mo'jizakor daraxtlaridan biri bilan tanishamiz. Siz videoda ko'rib turgan bu daraxtning nomi Lankaran albitsiyasi deb nomlanadi. Bu nom qayerdan kelib chiqqan? Nima deb o'ylaysiz? Bu daraxtning vatani Janubiy va Sharqiy Osiyo hisoblanadi. Lankaran Ozarbayjonning Kaspiy dengizi bo'yidagi Lankaran shahri va shu nomli past tekisligidan olingan. Albitsiya nomi esa bu mualliflik huquqi bilan bog'liq. 18-asrda Yevropaga ilk bor Filippo Albizzi ismli italiyalik aslzoda bu daraxtni olib kelgan va uning sharafiga shunaqa nom bilan nomlangan. Lekin bu Lankaran albitsiyasi deb nomlangan bilan odamlar uni ko'proq shoyi akatsiyasi yoki uyquchi daraxt deb atashadi. Nima sababdan bunday deb atashini bilasizmi? Bu daraxt har kuni quyosh botishi bilan yoki havo bulut bo'lib yomg'ir yog'a boshlasa, u barglarini xuddi kaftdek juftlab yopib oladi. Xuddi tungi uyquga ketgandek. Bu daraxt haqida juda ham qiziqarli faktlar ko'p. Yana bir qiziqarli fakt bilan tanishtiraman. Siz videoda ko'rib turgan pushti gullarida biz bilgan oddiy gulbarglar umuman yo'q. Siz ko'rib turgan bu nafis popuklar aslida gulning uzun iplaridir. Ular shu qadar yumshoqqinaki, qo'lingiz bilan tekkaningizda xuddi ipak matoni eslatadi. Yana bir qiziqarli shunday bir fakt bor. Sharq tabobatida bu daraxtni baxt daraxti deyishadi. Sababi uning gullaridan tayyorlangan damlama inson miyasida quvonch gormonini ajralishini tezlashtiradi. Stressni davolaydi va kayfiyatni ko'taradi. Tabiatning bu go'zal mo'jizasini siz yashab turgan hududlarda uchratganmisiz? Azizlar, shu haqida siz izohlarda yozib qoldiring. U haqida yana qanday faktlarni bilasiz? Bu haqida siz ham biz bilan bo'lishing.